Diqqat! Uni millionlar sevadi. Uning qo'shiqlari bilan butun bir avlod ulg'aydi. Ammo bugun internetda tarqalayotgan gaplar muxlislarni jiddiy xavotirga solmoqda. So'nggi intervyular, sirli videolar va yashirin ishoralar ortida qanday haqiqat yashirin? Nega muxlislar Yulduz Usmonovaning nigohida ilgari sezilmagan og'riqni payqay boshladi? Va eng muhimi, nega aynan hozir internet uning shaxsiy hayoti haqida bunchalik shov-shuv qilmoqda? Bugun siz eshitadigan ma'lumotlar oddiy mish-mish emas. Bu butun shou-biznesni larzaga solayotgan sirli voqeaning markazidir. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz Tezkor axborot kanalidasiz. Bugungi mavzu O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova atrofida so'nggi kunlarda paydo bo'lgan sirli mish-mishlar, internetdagi keskin muhokamalar va muxlislarni o'ylantirib qo'ygan holatlar haqida. O'zbek estradasida Yulduz Usmonova nomi oddiy mashhurlik emas. Bu nom butun boshli davr bilan bog'liq. Uning qo'shiqlari millionlab insonlarning hayotiga hamroh bo'lgan. Kimdir uning qo'shiqlari bilan yoshlikni eslaydi, yana kimdir hayotidagi eng og'ir damlarda aynan shu ovozdan taskin topgan. U sahnaga chiqqanda zallar jim bo'lib qolardi. Ammo bugun internet foydalanuvchilari butunlay boshqa mavzuni muhokama qilmoqda. So'nggi haftalarda ijtimoiy tarmoqlarda Yulduz Usmonovaning shaxsiy hayoti bilan bog'liq turli gaplar juda tez tarqaldi. Ayrim blogerlar xonandaning yaqin doirasida jiddiy muammolar bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Eng qiziq tomoni shundaki, bu mishmishlar oddiy taxmin sifatida boshlangandi. Ammo vaqt o'tgan sari internet foydalanuvchilari ayrim detallarni o'zaro bog'lashni boshladi. Ko'pchilik xonandaning so'nggi intervyulariga e'tibor qaratdi. Ba'zi muxlislar uning nigohi avvalgidek emasligini yozmoqda. U juda charchaganga o'xshaydi. Go'yoki ichida aytolmayotgan katta dard bor. Tabassum qilmoqda, lekin ko'zlari boshqacha. Mana shunday izohlar ijtimoiy tarmoqlarni to'ldirib yubordi. Va keyin hammani hayratga solgan video tarqaldi. Videoda Yulduz Usmonova juda hissiy holatda ko'ringan edi. U aniq bir insonni tilga olmagan bo'lsa-da, inson eng katta zarbani o'ziga eng yaqin odamlardan oladi degan mazmundagi gapni aytdi. Aynan shu jumla internetdagi muhokamalarni portlatib yubordi. Muxlislar darhol turli taxminlarni ilgari surishni boshlashdi. Nahotki xonandaning hayotida yashirin xiyonat bo'lgan bo'lsa? Nahotki yillar davomida hech kim bilmagan dramatik voqealar mavjud bo'lsa? Hozircha bu savollarning birortasiga aniq javob yo'q. Ammo internet allaqachon bu mavzuni eng katta muhokamalardan biriga aylantirib bo'ldi. Shundan keyin eski intervyular yana qayta tarqala boshladi. Muxlislar hatto yillar oldingi konsert videolarini ham tahlil qilmoqda. Kimdir oddiy mimikadan ma'no izlamoqda. Kimdir eski gaplarni bugungi vaziyat bilan bog'lashga urinmoqda. Go'yoki butun internet bitta sirni ochishga harakat qilayotgandek. Lekin bu yerda juda muhim jihat bor. Hozircha tarqalayotgan gaplarning ko'pi mish-mish va taxminlarga asoslangan. Rasmiy tasdiqlangan ma'lumotlar juda kam. Shuning uchun har qanday xulosaga shoshilmaslik kerak. Ammo bir narsani inkor qilib bo'lmaydi. Mashhurlik tashqaridan juda go'zal ko'rinadi. Katta sahna, olqishlar, millionlab muxlislar. Ammo ichkarida butunlay boshqa hayot yashirin bo'lishi mumkin. Doimiy bosim, tanqid va yolg'izlik ko'plab mashhur insonlarga ruhiy ta'sir qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, mashhur insonlar ko'pincha o'z hissiyotlarini yashirishga majbur bo'ladi. Chunki jamiyat ularni doim kuchli ko'rishni istaydi. Natijada ayrim san'atkorlar ichki dardini yillar davomida sir tutishi mumkin. Internet foydalanuvchilari esa aynan shunday holatni Yulduz Usmonovada sezayotganini yozmoqda. Lekin shunga qaramay, xonanda hanuz sahnaga chiqmoqda. Konsertlarini davom ettirmoqda. Muxlislarga tabassum qilmoqda va hech narsa bo'lmagandek ko'rinmoqda. Ammo muxlislar bunga to'liq ishona olmayapti. Chunki ayrim insonlar eng katta og'riqlarini aynan tabassum ortiga yashiradi. Yana bir savol tug'iladi. Nega mashhur insonlarning har bir hissiy chiqishi bunchalik katta rezonans uyg'otmoqda? Buning asosiy sabablaridan biri bugungi ijtimoiy tarmoqlar davri. Hozir har bir video, har bir gap va hatto oddiy qarash ham millionlab odamlar tomonidan tahlil qilinadi. Natijada oddiy bir jumla ham ulkan muhokamaga aylanishi mumkin.
Yulduz Usmonova bilan bog'liq bugungi vaziyatda ham aynan shu holat kuzatilmoqda. Ayrim blogerlar yaqin kunlarda xonanda haqida yana yangi ma'lumotlar chiqishi mumkinligini aytmoqda. Ammo bu gaplarning qanchalik asosli ekaniga hozircha aniqlik yo'q. Shunga qaramay internetdagi bahslar tobora kuchaymoqda. Kimdir xonandani himoya qilmoqda, kimdir esa haqiqat hali to'liq ochilmagan degan fikrni aytmoqda. Ammo bitta narsa aniq. Bugun butun O'zbekiston shou biznesi aynan bitta savolni bermoqda. Yulduz Usmonova aslida nimani yashiryapti? Va agar bir kun kelib barcha haqiqat oshkor bo'lsa, bu internetni yanada kuchli larzaga solishi mumkinmi? Hozircha bu savollar javobsiz qolmoqda. Ammo bugungi muhokamalar shuni ko'rsatmoqdaki, muxlislar xonandaga befarq emas. Ularning ko'pchiligi Yulduz Usmonovani nafaqat san'atkor, balki kuchli ayol sifatida ham hurmat qilishini yozmoqda. Shu bilan birga yana bir muhim jihatni unutmaslik kerak. Mashhur insonlar ham oddiy inson. Ularning ham hissiyotlari, og'riqlari va ichki kurashlari bo'lishi mumkin. Internetdagi har bir mish-mish esa ba'zan vaziyatni yanada murakkablashtirishi ehtimoldan xoli emas. Shu sababli rasmiy bo'lmagan ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish juda muhim. Xulosa qilib aytganda, Yulduz Usmonova atrofida paydo bo'lgan bugungi muhokamalar oddiy mish-mishdan ancha katta rezonansga aylangan. Ammo hozircha aniq va tasdiqlangan ma'lumotlar yetarli emas. Demak, vaqt o'tishi bilan ayrim savollarga javob topilishi mumkin. Qadrli tomoshabin, siz bu vaziyat haqida qanday fikrdasiz? Bu oddiy internet mish-mishlarimi yoki haqiqatan ham xonandaning hayotida yashirin drama bormi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Va eng muhimi, O'zbekiston shou biznesidagi eng so'nggi va eng shov-shuvli voqealarni o'tkazib yubormaslik uchun Tezkor axborot kanaliga obuna bo'ling, videoga like bosishni unutmang.